Agar bir necha yil oldin tutmagan ro'zalar bo'lsa, qanday ado qilish kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Demak, uzoq yillar oldin qolib ketgan ro'zalar bo'lsa, demak bunday ro'zalarni tutishda har bir yil uchun 30 kunni belgilab olinadi va mana shu kunlarni qazo ro'zasi deb niyat qilib tutiladi. Niyatida zimmamda qolgan oxirgi qazo ro'zasini tutishni niyat qildim deyiladi yoki agar ayta olsa falon yilni falon kungi ro'zasini tutishni niyat qildim deb aytishlari ham mumkin bo'ladi. Bunday holatda demak niyatdagina o'zgarish bo'ladi. Qaysi faslda tutsalar ham tong otgandan quyosh botguniga qadar ro'za tutishni niyat qiladilar. Niyatlarida yuqorida aytganimiz kabi niyat qiladilar va og'iz ochishda esa har doimgi og'iz ochish duolarini o'qib, og'izlarini ochib o'tgan qazolarini ado qiladilar. Vallohu a'lam.